Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizni qarshingizda ikkita biznes turi bor. Birinchisi bog'dorchilik yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi esa chorvachilik yo'nalishi bo'yicha. Nimaga unaqa deyapman? Operator shunday qilingki, hamma narsa kadrga sig'sin. Ya'ni sal uzoqroq turasiz. Operatorimiz yangi, o'rganuvchi, o'shaning uchun boyagi negativlar bo'lmasin, yaxshi syomka qilmabdi degan, qo'ldan kelgancha boy syomka qilyapmiz. Aziz do'stlar, qaranglar. Jaguar 850 bittasi, men aytib o'taman chunki yozib qo'yganman, bittasi 2001-yilgi, ikkinchisi 2004-yilgi. Tak, matachas bunda 6000, bunda esa 3000. Narxi tak 100.000 deyilyapti. Buni narxi 85.000 deyilyapti. Ikkalasida ham ko'rib turganlaringizdek silos jatkasi bor va senaj jatkasi bor va u jatkani teleshkalari ham bor. Aziz do'stlar, chorvachilikda mana O'zbekistonda 3 yil ichida уже to'la to'kis odamlar silosga o'rganib oldi. Silos biznesi populyarni bo'lib ketdi. Molni boqish biznesi, boyagi ozuqani yig'ish biznesi juda ham ommalashdi demoqchiman. Narxlar haqida aytib o'tdim. Ikkalasi, bittasi injektor, bittasi apparat. Juda ham zo'r. Nimaga farqi qimmat deydigan bo'lsangiz, qaysi biridir? Imina men bunisi 15 gektar o'radigan bo'lsa bir kunda, bunisi 20 gektar sizga o'rib beradi. Ya'ni ko'p ozlikda farqli. Istasangiz, kerak bo'ladigan bo'lsa, aziz do'stlar, marhamat, Yevropadan ham olib kelib beramiz. Yevropadan ham yangi, Germaniyadan yangi bo'lishi mumkin. Istasangiz yangisini, istasangiz buvusini ham olib kelib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aziz do'stlar, shunaqa texnikalar Yevropadan ham olib kelib beramiz. Biz hozir sizga O'zbekistondagi bor texnikani narxini boyagi bo'lib berish yo'q. Men shuni ham aytib o'tmoqchiman. Kimlardir pulimiz bor, bo'lib bering yo unaqa yo'q. Unaqa narsa yo'q, chunki bu o'zini sezonda yaxshi pul topadigan texnika hisoblanadi, aziz do'stlar. Orqalari bilan olish hojati yo'q. Jaguar ko'rgan odamlar bor. Kelinglar, marhamat, Toshkentda turibdi, Bardanko'lda. Aloqaga chiqinglar, nomer qoldiraman. Men bemalol ko'rib, tekshirib, traktorchingiz olib kelasizmi, o'zi mexanikingiz olib kelasizmi, texnikingiz olib kelasizmi, bemalol tekshirib qabul qilsangiz bo'ladi, aziz do'stlar. Shu aziz do'stlar. Va ikkinchi o'rinda aziz do'stlar, sut sog'ish uskunalarimiz. Men bu narsani spesial aytib o'tmoqchiman. Ko'plari qidirib topa olmayapti. Arzon yo'nalishda boyagi 7 ta, 10 ta moli bor odamlarga tavsiya qilib qolaman. Bittalik. Buni alyuminligi bor. Men alyuminligini narxini aytaman. Nержавейкаligini endi narxini hisoblayapmiz. Alyuminligi 4.850.000. 1 yil garantiya beraman. Turetskiy mahsulot. 8 ta molgacha bemalol sog'a olasiz. Faqatgina bitta minusi bor. Sovuqda mana bu narsalarda tomi ketib qoladi. Va imenda tak ikkinchisida hali o'rnatmagandik. Mana bunda sovuqda tomi ketib qoladi. Tak, operator buni polni syomka qilib oldik. Yaxshilab ko'rib olsin. 8 ta 10 tagacha molga bemalol kuchi yetadi, aziz do'stlar. Bo'ldi. Endi qarang, bu yoqqa kelasiz, operator. Texnikalarimizni narxini ham aytib o'tib keting. Texnikalarimiz narxi, bu haqida alohida bir YouTube'da yana syomka qilganman. Tak, buni narxi komplektatsiyasi bilan sizlarga aytib o'taman. Plugi bor va frezasi bor. Freza bilan plugini komplektatsiya narxi общий $4.000 baholanyapti. Agarda oldida surgichi bo'ladigan bo'lsa, 3000 оборотda ishlaydi bular. Ordidagi surgichi bilan $4.400 bo'lyapti, aziz do'stlar. 6 oy garantiya beramiz. Narx pul o'tkazmalari pritsilleniya, plastik bo'lishi mumkin. Yana nima? Lekin bo'lib berishga yo'q hozir kunda. Oraliq masofasi 60, benzinda ishlaydi, 18 vot kuchi, 2 xil o't altirish sistemasi bor va quyon va boyagi toshbaqa sistemasida ham ishlaydi, aziz do'stlar. Juda ham zo'r apparat. Xitoyniki bo'lgani bilan reduktorda ishlaydi, hech qanaqa remenda emas. Va dizelligi bor, aziz do'stlar. Dizelligini penal komplektatsiyasi va ular ikkalasining ham oraliq masofasi 60. Buni dizelligini kuchi 14 ot kuchi. Bu ham 3000 оборотda ishlaydi. Bu ham xuddi bunga o'xshagan toshbaqa va quyon rejimida ishlaydi. Juda ham zo'r qilingan. Jatkasini oraliq masofasi, imina jatkasi deb ham frezerni oraliq masofasi, buni ham shunday o'lchab aytib qo'yayda sizlarga. 110 lik hisoblanadi. Orqasiga mana orqasini operator yaxshilab ko'rib olinglar. Ba'zi bir traktorchi akalarimiz o'zlariga kerakli ma'lumotni ko'rgandayoq o'zlari bilib oladi. Endi qaranglar, bu yoqda qo'shimcha, mana shunisini ko'rsatdik-da. Bu yoqda qo'shimcha massivni выхлоп bilan ishlaydigan sistemasi. Bu yoqda polni mana bular
bu bilan freza bilan bu orqasi oldi полностью elektriskiy privod bilan ishlaydi. Ya'ni elektr bilan qiladi. Mana bu esa ruchnoy. Bu degani ishlatish, to'g'rimi aka? Bu ishlatadi. Bu yoqqa qilsangiz freza ishlaydi. Shunaqa aziz do'stlar, ma'lumot o'z o'rnida yoqqan bo'ladigan bo'lsa, laykni bosasizlar, kerakli egalariga, qiziqadigan odamlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fermerning kuni obunachilariga salomatlik tilayman. Shu. Endi